Agar bir opaning o'rnini kichik bir maymun bilan almashtirsangiz nima bo'ladi? Kellik oilasi o'zlarining 10 oylik o'g'li Donald bilan bu tajribani sinab ko'rmoqchi bo'lishdi va uyga 7 oylik maymun Goani olib kelishdi. Reja maymunni inson bolasi kabi tarbiyalash va inson hayoti maymunga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ko'rish edi. Ammo ular kutgan narsalari bo'lmadi. Goa hammomga solindi, kiyintirildi, inson idishlarida ovqatlantirildi. Xullas, odamga xos muhitda o'stirildi. Har kuni 9 oy davomida 12 soatlik to'liq tajribalar ro'yxati tuzildi. Ammo oradan 9 oy o'tib, tajriba to'satdan tugatildi va tajriba oxiridagi yozuvlar yo'q edi. Ma'lum bo'lishicha, maymunda inson tilini o'rganish belgilari kuzatilmagan. Lekin Donald maymunning harakatlarini o'rganib, maymun tovushlarini taqlid qila boshlagan. Shunday qilib, Goa primatlar markaziga qaytarib yuboriladi va u yerda 1 yil ichida vafot etadi. Donald esa chuqur psixologik holatda 42 yil umr ko'rdi. Do